Hello everybody, welcome to High Education Video Classroom, and today we will learn lesson 99. Ow! Okay, resim qaranglar. Bu qizcha qanday qilib aytibdi? Keyiniga yiqilib ketib beribdi, shundaymi? Tas yiqilay deb qopdi. Endi mo'sh nima dersanglar? Ow! Okay. Demek hem de çetellikler mesela yıkılganda o imliq söz dep qo'yamda voyjon degan gap ha. Anaqda şu bugünkü dersimizde biz uchraydigan yangi so'zlarni bir o'rganib chiqsak, new words. The first one is slip. Okay? Slip. Okay, slip. Endi mas slip telaffuz qilganda sleep degan yana bir so'z bor. Ma'nolarni cho'qim farqlantirish kerak. Okay, sleep. Alright, sleep deganimiz nima? Okay, sleep deganimiz uxlamak degan gap. Slip bo'lsa teyilib ketmek. Teyilib ketmek. Masalan, yasliq bo'lib ketganda va yoki nima bo'lsa, shunda teyilib ketish bo'lsa slip bo'ladi. Masalan, slip on the stairs. Peshtaxtdan qanday qilmak? Teyilib ketmek. On the stairs, peshtaxt ustidan qanday qilmak? Teyilib ketmek. Masalan, I slipped on the road and hurt my ankle. Okay, ankle. Okay, endi misharga men yo'lda teyilib ketib, men ushqimni, putning ushq bog'i, shu yana qanday qilib oldim deydi, desanglar, yarlandirib oldim deydi. Hurt deganimiz yarlandırmak. Okay, don't hurt me. Meni yarlandırma demakchi, yoki meni azoblama degan gap. Endi slipning yana bir ma'nosi masalan siyrilib ketmak. Okay, masalan the pen slipped from my head. Ma qo'ldan siyrilib qanday qilmoq tushib ketmak, siyrilib ketmak degan gap. The pen slipped. Okay, endi ma'o oxiri jaransiz tovushlar bilan oxirlashgan fe'llar keyin diqqat qilganda ma'o ta taraffuz qilindi. Masalan, slept, talked, looked. Buni look it, sleep it deb taraffuz qilib qo'ysak bo'lmaydi. Jo'qim bu nima desanglar, slipped. Okay, the pen slipped from my hands. The cup slipped out of my hand and broke. Okay, endi bu stakan mening qo'limdan chiqib, siyrilib chiqib, endi broke, buzilib ketdi. And broken. Okay, endi broken deyish kerak, endi xato o'qib tashlab. Next one is fall. Okay, fall. And the fall deganimiz nima? Yiqilib tushmak. Mao slip degan teyilmoq bo'lgan bo'lsa, fall deganimiz nima? Masalan, yiqilib tushmak. And a slipper deb qo'yimizmi? Submication. Submicationni slipper deymiz. S-L-I-P-P-E-R, slipper. And the fall degan jo'rasan yiqilib tushmak. Demakchi, futbol o'yiniga qanday qilib to'rasanlar? Maydonga yiqilib ketibdi, shunami? Fall, fell, okay, fallen. Okay. And the fall in love deb bir narsa, muhabbatga dum tushmak, muhabbatga yiqilmoq. Demak, fall in ichida love with bilan somebody. And fall in love with somebody deganimiz ma'lum bir kishiga oshiq bo'lib qolmoq. Shuni yaxshi ko'rib qolmoq bo'lsa, fall in love with bo'ladi. And I fell downstairs bo'lsa, men shu peshtaxtning ostiga yiqilib ketdi. Demakchi, peshtaxtdan yiqilib, qanaqa ketdi desam, ostiga tushib ketibdi. And that downstairs degan xat ishga bo'lib ketibdi, ehtiyotsizlikdan. I fell downstairs. Okay, downstairs. Okay, endi masalan leaves fall in autumn. Endi bir tal yupurmoqni leaf deymiz, ha? Leaf. Bir tal yupurmoq. Bu nima? L-E-A-F. Endi yupurmoqlar bo'lganda ekan, endi bir yupurmoq, bir tal yupurmoq tushmaydi-ku hamda. Ko'pincha yupurmoqlar deb ishlatamiz-mi ekan? Oxiri F yoki FE bilan oxirlashgan ismlar bo'lib qolsa, biz buni V o'zgartirib ES qatimiz. Shuni leaves. Okay, leaves. Demak, leaves fall in autumn. Okay, kuz faslida qanday qildi yupurmoqlar tushdi. She fell into the river yesterday. Okay, and she fell into the river yesterday. And u tunugun daryoga yiqilib ketdi. Tushib ketdi degan gap. Onun keyin fallningki yana bir ma'nosi to'nlash deb ma'nosi bor. Masalan, temperaturning, suv o'rnining, ma'lum narsalarning bahosining to'nlash, bahosining tushib ketishiga buni nima desanglar, fall keladi. Masalan, the house price has fallen. Masalan, uy bahosi qanday ketdi? Tushib ketdi. Hozir shunaqa endi.
Devletimiz arkadaş yerlerde kanarısanlar, öy bazı kanarısanlar şiddetle şuatıdır. And the temperature will fall tomorrow. At temperature düşüdü. Bu aylık havarayın bağı, weather forecast, adetimizin aktarına, the temperature will fall down, yani fall tomorrow. Ata temperature kanaq maqçı, çıkıp ketmekçi. Demek, fall degenimiz yıkılmak, slip boşça, telip ketmek. Okay, next one, downstairs. And the down degen ost taraf degen gap. Stairs degen peş tarafın astı. Demekçe astın qavat, tuvanki qavat degen gap. Mesela go downstairs, yaki come downstairs, pastki çeyli degen gap. And be downstairs boşça, pasta bulmak. Okay, mesela I'm downstairs, ben pasta. Yeah, I'm upstairs boşça, ben üstün qavatta. Okay. Mesela go downstairs and have a look. Okay, pastki çüp göre bakayla. Malda go downstairs and have a look. Qara bakayla. Qara bakayla, şunama. Andama up degenimiz nima dersam üstte, şunama, üst taraf. Mesela upstairs, üstten qavat. Mesela come upstairs and see it. Ama jigimnejin dersi var, üstteki çıkıp göre bakayla. Okay, come upstairs. Okay, be upstairs. Üstte olmak. Hey, I'm upstairs, men üstte de. Come upstairs and have a look. Üstte çıkıp qara bakayla. Have a look. Da görüp bakmak. Degen gap. Upstairs, üstten qavat. Downstairs, üstten qavat. Slip boş nimeti? Slip. Telip ketmek. Slipper. To'y deb qo'yamiz-ku. Sapmikesh. Fall. Fall in love with somebody. Okay. Okay, I fall in love with you. Desek, men sizni yaxshi ko'rib qoldim. Men sizning muhabbatingizga, ishqingizga dum tushdim. Degan gap bo'ldi. I fell in love with you. Ma fell deganimiz fall deganni o'tgan zaman shakli. Men yaxshi ko'rib qoldim, shunami? Okay, I fell in love with you. Mesela I fell in love with English last year. Desek, men inglizlik qanaq qildim? Yaxshi ko'rib qoldim. Good. Next. Next one is hurt. Okay. Hurt. Hurt deganimiz nima desanlar? Yaralanmak. Mesela you hurt my feeling. Siz mening hissiyatimni azobladingiz. My feeling. So you should not hurt your parents. Siz shu ota-onangizni qanday qilmang? Azoblamang. Azoblamang. Demakchi bu birga hissiyatiy jihatdagi ko'ngilga azor berish bilan uningdagi endi shu jismoniy jihatga azoblashga, og'ritishga o'xshashlar keladi. Masalan, Carol fell off the bike and hurt her back. The Carol shu velosipeddan yiqilib, qanday qildi? Dumbisini yaralandirib oldi. Endi buni o'tgan zaman shaklimi hurt o'xshasha. Okay, endi shu masalan I feel hurt. Shunda bir yaralangan, azoblangan hissiyat deymiz, hurt deymiz. It hurts. Okay, it hurts. Masalan o bir xil ko'ngilni nim qildi. Masalan you hurt my heart. Sen mening yuragimni yaralandırding. Demak, yuragimni azoblading degan gap. Masalan ba'zilarning gaplari bor, it hurts deb qo'ydi. Bekadamning ko'ngliga tegdi ekan, yuragiga tegdi ekan, odamni azoblaydi ekan. Ba'zi gaplar bor, masalan your words hurt me. Sening gaplaring meni azobladi. Ko'nglimni parishon qildi degan gap. Xo'sh, next one is back. Back deganimiz nima desanglar? Dumba degan gap savolashlar. Back. Yoki ma'lum narsaning keyni. Birdan degan qaraymiz. Masalan, lie on one's back. Masalan, birisining dumbizchilab yotmoq demakchi, o'ngda yotmoq degan gap, shunami? Dumbizcha yotmoq. My back hurts. Okay. Mening dumbam yaralanib ketdi, og'riyotdi. So, he fell downstairs and hurt his back. O peshtaxtdan tushib ketib, qanday qildi? Dumbisini yaralandirib oldi. Okay, and hurt his ankle boshcho. Ankle deganimiz o'shqini yaralandirib oldi. Endi bu back deganimiz yana birisi shuningki keyni tarafga degan gap. Masalan, alaylik back of the hand. Demakchi qo'lningki dumbisi. Tushundingizmi? Qo'lning dumbisi back of the hand. And the back of the paper bo'lsa qog'ozning keyni.
Demakchi, keyni taraf degan gap. The back of piece of clothes. Boshqa bir parcha kiyimning, bir aqur kiyimning keyni tarafi degan gap. Keyin tarafi. Okay, next one, stand up. Stand up deganimiz bilamiz, o'rin turmoq degan gap. Yeah, you stand up. O'rningizdan turing, shunami? So what do you say? Stand up. Nima deysiz? O'rningizdan turing. I could stand up. Men o'rnimdan tura olmayman. I couldn't stand up. Men o'rnimdan turolmadim degan gap bo'ldi bolalar. Turolmadim. And the sit down bo'lgan bo'zchi. O'ltiring. Sit down near the stone. O'ltiring. Hamda bu tashga yaqin, shunami? Yoki nima deymiz? Have a seat deymiz. Have a seat. A seat degan o'rin qo'y hamda. Sit down and look at it. Keling, o'ltiring. Hamda buni qara. Stand up. Sit down. Okay, next one is help. Okay, help. May I help you? Sizga yordam qilsam bo'lamda. May I help you? Yoki can I help you? Endi men may I deganimiz men can I qaraganda texan bir qadar hamda siyliq spayroq aytiladi. Sizga yordam qila olamanmi? Yordam qilsam bo'lamdi. Okay. I don't know how to do this work. Men bu ishni qanday qilishni bilmadim. Please help me. Menga yordam qiling. Ondan keyin endi men chetliklar aytmasan bir so'g'ishib ketdi yoki jiddiy ahvolda meni qutqizinglar deganda help deb yordam so'raydi. Demakchi vaqtida meni qutqizib edinglar degan gap hamisha ekan. Okay. Masalan, let me help you to open my door. Endi o'sha yerga let deganimiz nima yarsanlar? Ruxsat qilmoq, ijozat bermak degan gap. Let me. Demakchi you let me help you. Siz menga ruxsat qiling. Nima ish qilishga? Sizga yordam berishga. Nimaga? To open the door. Demak, eshikni ochib berishga qanday qiling? Menga bir ijozat bering. Demak, nihoyatda bir siliq spa gap qilib, let me help you deganimiz nima yarsanlar? Demak, ich basam. Masalan, ich pray. Okay, let us go bo'zchi. Biz o'z-o'zimizga ijozat demakchi, mang'ayli birlikda degan gap hamda bu. Okay. And the king say help somebody with something. Ma'lum kirishga, ma'lum bir ishga qanday qilish, yordam qilish. Masalan, can you help me with English? And the ingliz tili o'rganishimga bir yordam qila olamsiz? Masalan, she helped me with the housework. O uy ishlariga menga yordam qildi. Demak, help somebody with something deganimiz ma'lum bir kishining ma'lum bir ish qilishi qanday qilish, yordam qilish. So I hope that I can be any help for you. Okay, I can be any help for you. And this sizga bir qanday bir yordam qilasizmi? Shunda qanday qilma? Umid qilaman. Okay, next one is at once. Darhol, chopsan, shu zamat degan gap. So we at once went out. Biz darhollam qanday qildik? Yenib chiqdik. So let them do it at once. Okay, let them do it at once. Ularni hamda darhol qanday qiling? Shu ishni qiyig'ini qo'ying. Let them do it. Uni qiyig'izing. Qiyig'ini qo'ying. Darhol degan gap bo'ldi. Okay. Masalan, he called me back at once. So darhol menga telefon qaytardi. So you must start at once. Siz cho'qim darhol qanday qiling? Telefon qiling. Yo'q, boshlang. You must start at once. At once. So it's getting late. Run home at once. Okay. Qanday kechikib qolaylik dedinglar? Run home at once. Darhol uyga yuguring. Degan gap. Next one, sure. Sure deganimiz jazmlashtirmak. Bir narsani kesib qanday qilmoq, shunaqa ishonch qilmoq. Masalan, are you sure of it? Siz uni ishonch qila olamsiz? I'm not sure. Men ishonch qila olmayman. Are you sure? Ishonch qila olamsiz? Do you feel sure about it? Siz unaqa jazmlashtira olamsiz yoki siz shuni jazm qila olamsiz? So do you feel sure about it? I'm sure that he will come. Ishonamanki u cho'qim qanday qiladi? Keladi. He will come. And be sure, cho'qim jazman degan gap. Masalan, be sure and remember what I told you. Be sure, cho'qim qanday qiling? Meningki nima deganligimni unutib qolmang. Esingizda bo'lsin. Be sure. Okay, be sure and take the medicine. Okay.
Siz çokum qana qılan bu şun cazımlaştırınki tekli medicine doğru niye? Çokum doğru yan degen gap boldu ha. Çokum qana qılan doğru yan. Okay. Andaqda text ow. Andaqda balla sizlar maşınki anlaşqısın bir anlayıp ötkendik endi tekstin təfsilatına gəlsək. Ow! What's the matter, Andy? I slipped and fell downstairs. Have you hurt yourself? Yes, I have. I think that I've hurt my back. Try and stand up. Can you stand up? Here, let me help you. I'm sorry, Lucy. I think that the doctor had better see you. I'll phone Dr. Carter. The doctor says that he will come at once. I'm sure that you need an X-ray, Andy.